Biya so'raganlarga yosh biyacha sotuvda ekan, qarang, bolasi erkak ekan. 29-mart kuni tuqqan. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Udar biya ekan onaki. Oqchot so'raganlarga Sarasedan 10 yashar. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Ot olaman deganlar bo'lsa, marhamat, like-chani bosib, kommentar fikrlaringizni yozib qoldiring. Sarasedan 9 yashar kapital laqabli otimiz sotuvda. Holisiz uydan ham sotamiz. Akani telefon nomeri ham bor. Sarasa Xonjizadan 6 yashar uloqchi otimiz sotuvda ekan. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. To'y so'raganlarga Deno Hazarboddan 3 yashar to'y kelibdi ekan, zoti bor ekan, kelajagi bor to'ylar. To'y olaman deganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Sarasedan 4 yashar ot sotiladi, Ovzarangdan. 7 yashar uloqchi ot so'raganlarga Alakani jiyani sho'rchidan olib kelibdi ekan. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Ot oladiganlar bo'lsa, marhamat. Muzorovatdan keyin biya 3 yashar va to'y so'raganlarga Udar to'ylar. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Mana biya so'raganlarga bolasi erkak. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Udar to'ycha sotuvda ekan, sho'rchidan ekan, ko'zini qarang, chagir ko'z. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. So'raganlarga Denodan yosh to'ya sotuv so'raganlarga to'y boysidan kelibdi ekan, jiyancha to'y olib kelibdi, sotabdi. Telefon nomeri ham bor. Yosh to'ycha Dashnoboddan videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Telefon nomeri ham bor. Uydan ham sotamiz deb aka. Bugun sana 2-aprel 2026-yil Surxondaryo viloyati Sarasa Payshanba ot bozoridan ot narxlari, to'y narxlari hamda biya va esa tuya narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Ot ishqibozlari bor Rossiyadan yoki vohadan, chet davlatlardan va O'zbekistondan va boshqa davlatlardan kuzatayotgan obunachilar uchun maxsus video. Video yoqsa albatta like-chani bosib, chiroyligina kommentar yozib qoldiring. Xo'p, G'iyosbek Xuramov kanalida mol bozor, qo'y bozor narxlari chiqadi. Pastda kommentariyada silkasi bo'ladi. O'tib obuna bo'lib kuzatib borishingiz mumkin. Qanunda ot bozor videosida boshladik. Qarasha chegaradan 9 yashar uloqchi otimiz sotuvda ekan. Ot oladiganlar bo'lsa, marhamat, 9 yashar ot sizlarga tanishtiraman. Aka, laqabi nima buni? Laqabi bormi yo'qmi? Kapitan laqabli 9 yashar uloqchi otimiz sotiladi ekan. Aka, ulog'i bormi? Nech pul yapsiz aka buni endi? 35 baho qo'yapsiz. Savdo nechi bo'ldi aka? Savdo bo'lgani yo'q. Hali savdo bo'lgani yo'q. Kapitan laqabli uloqchi otimiz 9 yashar ekan, 35 million so'm aka baho qo'yapti ekan. Mana ot sizlarga aylantirib tanishtiray. Xo'p. Aka 35 dedingiz, hali savdo bo'lgani yo'q, ha? Kelishamiz, ha? Nomerni aytib qo'ying aka. 70lik 042 3292 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Ot oladiganlar bo'lsa, uydan ham olishingiz mumkin. Ot so'raganlarga uloqchi otimiz Sarasadan sotilar ekan, 10 yashar ot. Mana ke qarang, otmisan ot. Udar otlardan 10 yashar ot. Mana ke. Ulog'i bor, ha? Bo'yi balandmi aka? Qancha bor balandligi? 1.60 dan baland, 1.65, 1.70 ekan. Xullas 10 yashar uloqchi ot sotilar ekan, Sarasoniki. Aka, narxi nechi pul buni endi? 45 deb baho qo'ydim. 45 baho qo'ydingiz. Savdo hali savdo bo'lganmi yo'q bozorga? Hali savdo bo'lgan yo'q. 45 million so'm baho qo'yapti. 10 yashar, 1.65, 1.70 atrofida ekan bo'yi. 45 million so'm aka baho qo'yapti, kelishtirib beradi. Aka, nomerni aytib qo'ying. 91lik 91lik 518 80 90 shu nomerga bog'lanasizlar. Sarasadan 10 yashar ot sotiladi. Ot olaman deganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Narx qanday, qimmatmi, arzonmi? Kommentar fikrlaringizni yozib qoldiring. Sarasa Ovzarangdan 4 yashar ot mana ke sotilyapti ekan, sizlarga tanishtiraman. 4 yashar ot olaman deganlar bo'lsa, mana shunday ot ekan. Mana aylantirib tanishtiray girlari bilan. Mana ke 4 yashar. Voy, nechi pul berasiz, jiyan? 20 million deyapsizlar. Savdo nechi bo'ldi? 20 million so'm baho qo'yiladi, 15 million savdo bo'lyapti ekan. Sarasa Ovzarangdan 4 yashar ot. 15 ga bermadilaringizmi? Mana bu tarafda savdo bo'lyapti. Hoji bovoniki ekan. Xo'p, uydan ham sotamizmi yo'qmi? Nomer bo'lsa aytib qo'y. 95lik 195 necha? 1773 ha? 17 ha, 1273 ekan. Shu nomerga bog'lanasizlar. Mana ke Sarasani oti, ya'ni 4 yashar ot. Ot Sarasa Xonjizadan ekan, 6 yashar ot. Mana ke 6 yashar otni sotgan olib kelibdi ekan akamiz. Mana qarang. Bo'ylari qancha aka? 1.55 bormi? Bor, ha? Ot 6 yashar Xonjizani uloqchi otlari, yosh otlari sotilyapti ekan. Aka, narxi nechi pul buni endi? Narxi 30 million so'm baho qo'yapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Nechi bo'ldi? Ha?
30 million so'm baho qo'yilyapti. 25 million savdo bo'ldi deyapti. Bermabdi ekan. Kelishtirib beramiz deyapti. Xonjizani 6 yashar dediz-a? 6 yashar oti. Aka nomerni aytib qo'ying, agar bozorga sotilmasa uydan sotishingiz mumkin. Nomer bormi aka? 93lik 419 419 4540. 4540 shu nomerga bog'lanasizlar. Manaki Xonjadan uloqchot sotiladi. To'y so'raganlarga manaki udar to'ychalar sotuvda ekan, yosh to'y narxlari bilan sizlarga tanishtiray. Xo'rmang aka, zo'rmisiz? Qani bu to'y necha yoshda? 1 yashar to'y. Narxi necha pul aka? 10 million deyapti. Erkak to'y 1 yashar 10 million so'm baho qo'yilyapti ekan. Obdaga necha savdo bo'lyapti? 8 million 10 million so'm baho qo'yilyapti. 8 million so'rayapti, bermabdi ekan. Kelishamiz. Shunday to'y oladiganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Aka nomerni aytib qo'ying. 99lik 378 0362 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana 10 deyapti, 8 ga berilmoqda ekan. Yana to'y narxlari bilan tanishtiray. Oho, necha pul bo'ldi yozda bu? Udar to'ycha-ku. Qani yoshiga to'lganmi yo'qmi? Yoshiga to'ldi mana. Yoshiga to'ldi ekan. Narx qancha? Narxi 14 baho qo'yilyapti. Savdoni ayting. 11 million 700 bo'libdi ekan, 14 million so'm baho qo'yilyapti. Nima deysiz? Parodali ekan. Uydan ham sotamizmi? Nomerni aytib qo'yingizdan. 95lik 95lik 832 832 86 85. 86 85 nomerga bog'lanasizlar. Qarang, sho'x to'ylardan, udar to'ylardan-da bog'lanasizlar. Yashar to'y so'raganlarga Deno Hazarbog'da akamiz udar to'ychani bozorga olib ketdi ekan, sotgan 3 yashar to'y oladiganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Aka bu 3 yashar nech bilyapsiz? 35 million so'm baho qo'yapti. Yosh kelajagi bor 3 yashar to'y. Mana aka to'ymisan to'y, udar to'ylardan. Aka savdo bo'ldimi yo'qmi? Hali savdo bo'lgan, hozir kelibdi ekan. Xo'p, 35 million so'm baho qo'yapti. Aka bozorga olib kelayotmash kerak. Bozor ham tushib ketgan oluvchi yo'qda. Uydan sotish kerak buni. Xo'p, 35 dediz, hali savdo bo'lgan, kelishamiz. Aka endi ko'ngil nechi bu endi? Mana otlarni ko'ryapsiz, narxlari ham arzon. Endi 35 deganlar 35 ketmaydi. Prosta buni zoti borda keladi. Ha, zoti bor, kelajagi bor. Tojikistondan keyin udar to'ycha ekan. Mana Vohadan, boshqa viloyatlardan ko'radiganlar bor. To'y qadar yurganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Aka nomerni aytib qo'ying. 90lik 266 42 42 32 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi mana aka. Ot qilaman deganlar bo'lsa, bog'lanasizlar. Deno Hazarbog'dan yaxshi to'y qilibdi. To'y so'raganlarga sho'rchidan 3 yashar to'ycha sotilyapti ekan. Aka 3 yashar to'yda sho'rchidan olib ketdi ekan. Xo'p, aka nech bilyapsiz buni? 20. Udarku 20 million so'm baho qo'yapti. 3 yashar to'y sho'rchidan kelgan. To'y oladiganlar bo'lsa, mana to'y narxlari bilan mayda to'y, qimmat, kattasi arzon otlar. Aka savdo nechaga qoldi? 14 ga qoldi. 20 deyapsiz, 14 ga bermaysiz. Bu ko'zi nima bunaqa? O'sina ko'zi bu. Chagir ko'zi, buni qarang. Chagir, bittasi chagir ekanda. Chagir shunday bilaman. Mana aka, endi bilganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Chagir ko'z ekan. Aka, uydan sotamiz a? Nomerni ayting. 70lik 028 63 05 shu nomerga bog'lanasizlar. Alaka chagir ko'z ekanmi to'y? Navbatda biya qayerda ekan bu? Denom aka. Va dashdan o'tda mana aka udar ona bola biya sotuvda ekan. Oq tilpor. Bolasimi aka buni? Bolasi erkak. Onasi necha yoshda aka? Onasi 9 yoshda. Onasi 9 yoshda ekan, yaqinda tuqqan ekan, bolasi erkak. 29-mart kuni tug'ilgan. Aka narx necha pul bu ona bolani? 45 million so'm baho qo'yapti ekan. Endi mana aka to'yini qarang, udar to'ychasi bor ekan. Xullas, mana shunday ona bola biya sotilyapti ekan. 45 deyildi ekan mana Sarasa Dashtavotdan. Aka savdo nechi bo'ldi? Mana bu tarafda savdo bo'lyaptimi? Bir so'ray chiqani. Aka savdo bo'lyaptimi? Hali savdo bo'lgan yo'q, 45 deyilyapti ekan. Aka nomerni ayting. 91lik 91lik 518 518 80 80 90. 80 90 shu nomerga bog'lanasizlar. Buni bugun erta sotsak, choyda qilavering bor. Bo'ldi, aka YouTube'damisa choy. Bunga Samarqand bilan Buxoro baliching Osga. Mana aka qarang, siz bo'p yosh ot ekan. Baytal to'y so'raganlarga, xo'p, 3 yashar yosh baytalcha ekan, mana aka baytal ot, ya'ni sotilyapti. Qayerda aka bu?
Muzoroboddan kelibdi akamiz, Qorabayirda olib kelibdi. Aka, narxi necha pul? 15 million so'm baho qo'yapti. Savdo qancha bo'ldi aka? 13, 15 million so'm baho qo'yapti. 3 baytaldi. 13 million so'm so'rayapti ekan. Bermadingizmi aka 13 ga? Necha pul sotamiz endi? Ana 15 deyapti, 13 ga bermayapti. Kelishtirib beramiz deyapti. Aka, nomerni aytib qo'ying. 99lik 333 92 68 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana aka Muzoroboddan kelgan 3 baytal, ya'ni biyacha. Onavala biya so'raganlarga bolasi katta onavala biya sotuvda ekan, Denodan. Yo'q. Voy, yosh nechikida onasini? 7 yashar. Bolasi 1 yashar bo'ldimi? Mana aka onavala biya, xo'p, onasi 7 yashar, bolasi 1 yashar ekan. Voy, nech pul deyapsizlar ikkovini? 40 million. 40 million so'm baho qo'yapti. Ikkita biya, bitta biya bolasi bilan. Mana aka 7 yashar. Onasi yana ketganmi yo'qmi hali? Ya'ni ketgan yana. 4 oylik bovoz ekan. Xo'p, 40 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo necha bo'ladi? 33, 40 million so'm baho qo'yildi. 33 millionga berilmagan biyacha ekan ona bola. Telefon nomerini ayting. 90lik 145 30 nomerga bog'lanasizlar. Ona bola biya kerak bo'lsa, kelishtirib beradi. Uydan ham sotamiz deyapti. Toy boysidan ketdi mana. Jiyancha toyda olib ketdi ekan. Boysidan sotgan. Yosh qanday jiyan buni? 1,5 yashar. Narx qancha? 1,5 yashar toyda olib ketdi ekan. Sotgani xo'p 21 deyapsizlar. Savdo necha bo'ldi? Hali savdo bo'lgan yo'qkin 21 deyapti ekan. O yo'voshmi bu? O'zingga nimaydimi? Mana aka, nech pul sotamiz deyapsiz endi? Kelishamizmi? Nomer bormi yo'qmi? Telefon nomer. Ayt. 91lik 575 32 12 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana aka, toy boysundan, ha? Mana aka, otlarga tanishtiramiz. Alaka, zo'rmisiz? Qayerda ot aka bu? Sho'rchidan kelgan. Necha yoshda? Ye. Ajan o'zi bilmaydimi? 7 yashar ekan, 30 million so'm narxi. 30 million so'm sho'rchidan mana alakani jiyani ot olib kelibdi ekan, 7 yashar 30 million so'm baho qo'yilyapti. Alaka, savdo necha bo'ldi? 16 so'rayapti. Ana 30 deyapti, yarimni so'rayapti. 16 million so'rayapti. Bermadingiz. Kelishamiz, ha? Mana uloqchi ot 7 yashar bo'lgandan keyin uloqda oti bo'ladi-da. Aka, kelishtirib beramiz, ha? Nomer bormi, nomer? 94lik 058 07 68 nomerga bog'lanasizlar. Sho'rchidan 7 yashar ot sotuvda. Bu sotildimi? Necha ketdi? Necha yashar? 3 yashar edi, chegarangikida. 15 millionga sotildi. Buni videoga olyotdim boya, ha. Bo'ldi. Toycha Dashtoboddan ekan. Toy oladiganlar bo'lsa mana aka, Jasur mana shunday toydan 10 ta 20 ta olsang bo'ladi. Dalaga yuradi setkan ichiga. Xo'p, aka necha yoshda bu? 1 yasharmi? 1 yashar Dashtobodda toy. Narx qanday aka buni? 15 mi 13 mi? 13 bilan deyapsiz. Ha, savdo necha bo'ldi? 11. Mana aka 13 million so'm baho qo'yilyapti. 11 million savdo bo'lgan toy. Dashtobodda toy ekan. Yosh toylar. Xona toza, avlod toza, kelajagi bordingda. Qorabayirdan. Aka, nomerni aytib qo'ying. 99lik 421 6946. Nech pulsi beramiz aka buni? Endi 11 ga bermadingiz-da, kelishamiz-da. 11 dan oshsa olib ketar ekansizlar. Mana aka, toylar. Mana toylarlari ham har xil bo'lyapti. Mana. O aka, nech pul bo'ldi bu? Ketdimi bu? Nech ketdi? 14. Yosh nechida? 5 yashar, 14 million ketdi deyapti. Mana aka. Bu 11 bermagan, buni 14 ketdi deyapti. Tushunmay qolasiz, bozorga ham bor-ku. Tuya so'raganlarga, Denodan tuya ketdi akamiz sotgani, to'y poyiga mana tuya oladiganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Izi bor. Aka, bu tuya necha yoshda? 2 yashar bo'lyapti. 2 yashar. Erkakmi, urg'ochimi bu? Urg'och tuya ekan, 2 yashar. Narx qanday aka? Narxi 9 million bo'ldimi? Siz necha pul deyapsiz? 12 million so'm baho qo'yapti ekan,
9 million savdo bo'libdi, bermabdi ekan, kelishtirib beramiz deb. Ha, qurbonlik uchun katta tuyalar keraksa, 5 yashar, 6 yashar tuyalar ham bor ekan. U bozorga ikkita udar biya kirdi, ona bola. Hozir ham videoga olaman. Mana aka, azomcharimiz tuya oladiganlar bo'lsa, aka nomerni aytib qo'ying. 90lik. 90lik 249 249 0103. 0103 nomerga bog'lanasizlar.